Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir musibatga mubtalo bo'lsangiz meni eslanglar deganlar. O'shanda sizni ko'rgan musibatingiz sizga yengil kechadi deganlar. O'limga duch kelsa, kimnidir yaqini o'tsa, banda qayg'uga botib ketadi. Lekin payg'ambarni eslaylik. Payg'ambarning otasi o'ldi, onasi o'ldi, umr yo'ldoshi o'ldi, farzandi o'ldi. Bemorlik, kambag'allik, nimaiki qiyinchilik bo'lsa, bir o'ylab ko'raylik, hammasi payg'ambarning boshidan o'tgan. Rasululloh qarang, musibatga mubtalo bo'lsangiz meni eslang, musibatingiz yengil kechadi deganlar. Hamma holat bir banda ko'radigan neki musibat bo'lsa, payg'ambarning boshidan o'tgan azizlar.